Pirilla qilishni o'rgatasizmi? Svarchik nomer 1 debsiz. Yo'q. Pirilla qilishni biz o'rgatmaymiz. Biz argonli svarkani o'rgatamiz. Lekin siz argonli svarkani o'rganib olgandan keyin pirilla qiladigan joylarga ishga joylashib, mukammal o'rganib, nimaygina pul topsangiz bo'ladi. Bu siz uchun baza. Bu pirilla svarka qilish uchun o'rganilmaydi yoki bitta yo'nalish uchun o'rganilmaydi. Bu fundament. Yog'iga keyin xohlagan narsangizni qilasiz. Xohlasangiz gostinitsa quring, xohlasangiz penthouse quring, xohlasangiz Marsga yetib oladigan darajada ko'p qavatli bino quring deganday gap. Argonli svarkani o'rganing, yog'i o'z-o'zidan keladi. Hunardan hunar, sandan harakat, mendan barakat degan joylari bor. Bilasizlar-ku. Sizlarga faqat yaxshi maslahat beraman. Men Svarchik nomer 1man, butun galaktikada o'zingizlar bilasizlar. Kelinglar, sizlar ham Svarchik nomer 1ga shogird tushib, nomer 1 bo'linglar. Argonli svarkani o'rganinglar. Batafsil ma'lumotlar Tisaneda bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin.